Bu video qarz botqoqiga botgan tadbirkorlar uchun manfaatli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Bugun sizlar bilan aynan tadbirkorlar uchun qarz botqog'iga qanaqa botib qolgandan keyin undan chiqish mumkinligini bir necha xil yo'llarini, amaliy yo'llarini ko'rib chiqamiz. Shuni bilishimiz kerakki, qarz botqog'i bu ko'plab tadbirkorlar duch kelishi mumkin bo'lgan, bu holatga tushishi mumkin bo'lgan holat hisoblanadi. Lekin muhimi shundaki, bundan chiqish mumkin, ya'ni bundan chiqish yo'li bor. Bu eng oxirgi variant emas, strashniy holat emas. Bugun sizlar bilan bir nechta qadamlarda bu narsani ko'rib chiqamiz. Xo'p, ushbu darsda vaziyatni barqarorlashtirish va oldinga harakat qilishga yordam beradigan bir necha qadamlarni ko'rib chiqamiz. Keyin birinchi qadamdan tanishtiraman. Birinchi qadam bu daromadni oshirish va shu bilan birgalikda xarajatlarni kamaytirish. Ya'ni biz bu yerda ikki tomonlama harakatlanishimiz kerakda. Faqat daromadga ham, faqat xarajatga ham emas, bir paytning o'zida daromadga ham qarashimiz kerak, ya'ni pul keladigan yo'llarini ham o'ylashimiz kerak va ikkinchi tomondan xarajatlarni optimizatsiya qilishni ham o'ylashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz ko'proq ishlab qanday pul topsam bo'ladi yana va o'sha ikkinchi tomondan pulni qanaqa qilib qayerga ketayotganini bilib olib, uni tahlil qilib, qayerlarda keraksiz pullar bor, xarajatlar bor, o'shalardan voz kechishni o'ylashimiz kerak bo'ladi. Bu uchun bir nechta qadamlar qilamiz. Masalan, birinchi qiladigan ishimiz, birinchi o'sha barcha xarajatlarni audit qilib chiqamiz. Ya'ni hozir qanaqa holatdasiz, nimalarga xarajat qilyapsiz va ularni guruhlarga bo'lib olamiz. Masalan, kommunalga buncha, oylikka buncha, arendaga buncha, ketdi, masalan, passovщикка buncha, mana shunaqa bo'lib chiqamiz. Bularning ichidan ikkinchi darajali xarajatlarni ajratib olamiz. Ya'ni ularsiz ham yashash mumkin bo'lgan xarajatlar bor. Masalan, ofis xarajatlari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qanaqadir podpiska xarajatlar bo'lishi mumkin. Shu bo'yicha shartli tursak bo'ladi. Yana nima yo'llari bor? Qo'shimcha daromad manbalarini topish. Ya'ni shu bilan birgalikda biz xarajatlarni optimizatsiya qilish bilan birgalikda endi daromadlarni ham oshirish yo'llarini topamiz. Ya'ni yangi mijozlar topish, qo'shimcha xizmatlar yana qo'shish, qiymatli qo'shish, qayta sotuvlarni shakllantirish, bitta mijozga bir necha bora sotishni qanaqa sotaman degan narsa haqida o'ylashimiz kerak bo'ladi. Va eng oxirgi holatda narx siyosatini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni xizmatlar va o'sha tovarlarni narxini balkim oshirish kerak. Balkim bozor уже ancha oshib ketgan. Siz hali ham o'sha eski narxda yuribsiz. Mijozimni nima deydi, yo'qotib qo'ymay deb. O'rganib chiqish kerak. Bozor balkim уже ko'tarilib bo'lgan. Xo'p, asosiy ikkinchi qadam bu muzlayotgan tovarlar ustida ishlash, muzlayotgan aktivlar ustida ishlash. Bu yerda ko'pgina bizneslarda o'lik yuklar bo'ladi, ya'ni muzlayotgan yuklar bo'ladi. Ularni topish kerak. Omborxonaga tushamiz, tovarlarni ko'ramiz, ishlamayotgan aktivlarni topib olamiz. Bu uchun nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz inventarizatsiya qilish. Ya'ni inventarizatsiya degani bu bor yo'q degani. Nimamiz bor, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Yotib qancha paytdan beri daromad bermayotgan tovarlarni hammasini topib olamiz birinchi. Masalan, 3 oydan ko'p sotilmagan tovar bu yaxshi tovar hisoblanmaydi. Agarda u qaysidir sezon uchun oldindan strategik o'ylab olib qo'yilmagan bo'lsa. Agar o'ylab olib qo'ygan bo'lsangiz, unda qarshiligi nima? Keyin ish qiladigan ishimiz tovar qoldiqlarini chegirma bilan sotish. Masalan, o'sha 3 oy, 6 oydan eskirgan, vaqt o'tib ketgan tovarlarni ideal narxni kutmasdan tezroq pulni yechish kerak. Ya'ni albatta uni zararga soting demayman, no tannarxidan sal qimmat bo'lsa ham, hatto tannarxida bo'lsa ham tezroq uni pulga aylantirib, pul olib kirishimiz kerak biznesga. Nimaga? U уже muzlab qolgan, уже bozor unga talabi yo'q. Shunda ham agar vaqtni cho'zganingizda u baribir sotilib qolmaydi. Xo'p, qaysidir foydalanmayotgan jihozlar bo'lishi mumkin. Masalan, bo'lib qoladi, nechtadir nima olgansiz, katta ekranlar olgansiz, lekin ishlatmaysiz. Necha oydan beri o'chib turadi, hech ishlatmaydi. Masalan, sotib olish kerak. Yoki bo'lmasam qanaqadir stol, mebellar olingan, qaysi xonada chang boshyapti, sotib olish kerak. Mana shunaqa eski jihozlar yoki boshqa deylik sizni sexingiz bor, bilmayman, nechtadir uskunangiz ancha yildan beri yoki oydan beri ishlamaydi. Arendaga berish kerak yoki zdaniyaning qanchadir qismini arendaga berish kerak. Ya'ni foydalanilmayotgan jihozlar yoki aktivlar bo'lishi mumkin. Ularni o'ylash kerak, qanaqa pul qilamiz. Arendaga berishni sotishimiz mumkin. Va shu narsani esdan chiqarmaslik kerakki, hozirgi tez kelgan pul ideal foydadan muhimroq. Chunki biz hozir qarz botqog'idamiz. Bizga hozir pul kerak. O'sha puldan vaziyatdan chiqish uchun bu juda muhim. Uchinchi eng asosiy va eng oxirgi qadam bu investor yoki sherik topish. Bu eng oxirida, mana shu variantlar kelganingizdan keyin ham bo'lmasa, o'sha buni variantni o'ylash kerak. Va bu yerda eng asosiy bitta foyda bor. Eski qarzni yopish uchun yangi qarz olmaysiz. Ya'ni investor va sherik degani bu faqat pul degani emas. Faqat pul degani emas. Masalan, bo'lishi mumkin,
biznesingizni haqiqiy birinchi qiladigan ishimiz haqiqiy rasmini chizib olamiz. Ya'ni investorga siz biznesingiz holatini ko'rsatishingiz kerak. Ular raqamlarga ishonib pul tikadi. Siz gaplaringizga ishonib qilmaydi. Birinchi demak shaffof holatni yaratib olamiz. Va sherik topishimizda mani to'ldiradigan odam topishim kerak. Ya'ni faqat pul tarafdan emas, masalan, yaxshi muzokara qiladigan odam bo'lsin, yaxshi sotuvchi bo'lsin yoki yaxshi pul tortadigan odam oldindan yoki aloqalari bor, administrativ kuchi bor odam bo'lsin yoki tajribasi bor, ustozlari ko'p odam bo'lishi mumkin. Mana shunaqa sherik topish mumkin. Ya'ni sherik yoki investor degani faqat pul degani emas. Yoki qarzni qayta nima ko'p chiqish kerak. Ya'ni ko'pgina kreditorlar, ya'ni sizga qarz bergan odamlar agar ular yoniga borib halol bo'lib, vaziyatni tushuntirib, qaysi payt to'lashingizni, cho'zishingizni aytsangiz, ko'pchiligi rozi bo'lishadi. Yoki kam-kamdan to'lashga kelishib olishingiz mumkin. Ya'ni umuman ularni telefonni ko'tarmasdan, uylarni plomba qilib yota olmasdan, mana shu holatni qilib olish mumkin. Eng yaxshi tinch yo'l. Investorni yoki sherikni faqat pul bilan emas, uni sizni to'ldiradigan tomoni bilan qabul qiling. Ya'ni sizni to'lmayotgan qismingiz bor. Masalan, siz uzoq sotuvchisizda, sherigingiz ham uzoq sotuvchi bo'lsa, u bo'lmaydi. Ikkita sotuvchi bitta biznes kerak emas. Siz uzoq sotuvchisiz shundoq ham. Sizga nima kerak? Sotuvchi marketing kerak. Demak, sizni sherigingiz marketingni zo'r biladigan odam bo'lishi kerak. Zo'r brendni tushunadigan, uznavaymiz qila oladigan, tanita oladigan, blogerlar bilan tanish bilishligi ko'p bo'ladigan, balkim bilmadim. Ya'ni Instagramni zo'r ishlata oladigan, shunaqa sherik topish kerak o'ziga odam. Balkim uni biznesga sherik qilmaysiz, vaqtincha qanchadan muddatga sherik qilasiz, uni ko'raverasiz. Ya'ni ilojsiz narsa emas demoqchiman, qarz botqog'idan chiqish. Bu yerdagi asosiy qoida shu, boshida aytib ketdim, istil harakat qilish. Ya'ni hamma narsani bir vaqtda qilaman emas, qadamma-qadam. Asosiysi birinchi qadamni tashlash. Birinchi qadamni tashlaysiz, mana shu 3 ta qadamni qadamma-qadam qilsangiz, men yo'l-yo'llar bilan tushuntirdim tepada, xuddi shunday qilib olsangiz bo'ladi. Demak, sizlar bilan bugun qarz botqog'idan chiqishning 3 ta eng asosiy yo'lini ko'rib chiqdik va buni ishlari bilan, izohlari bilan ko'rdik. Albatta, bu video qisqa, albatta, foydalansangiz ishlaydigan narsalar, lekin chuqurroq o'rganaman desangiz, yana ham bu narsaga tushmasligini oldini olish, o'zimman kassib razrifdan chiqish yo'llari menga qiziq desangiz, kursimiz bor, asosiy kurslarimiz, darslarimiz bor. Tadbirkorlar uchun unga kelishingiz mumkin, unda o'qib chiqishingiz mumkin. Bu yerda bundan tashqari yana bir necha xil narsalar haqida biznesdagi juda ko'p muammolarga yechimlar berib kelyapmiz hozirgi kungacha. Yoki yana shunaqa sizda muammolar bo'lsa, mana shu bizni Telegram kanalimizga, Instagram profillarimizga yozishingiz mumkin. O'sha muammolaringiz, moliyaviy muammolar yozsangiz, inshaalloh biz vaqtga qarab, imkoniyatdan kelib chiqib ularga javob berib boramiz. Demak, bugungi dars xulosasi qarz botqog'idan chiqish mumkin ekan. Bu shunchaki katta sakrash emas. Bu shunchaki izchil qadamlarni tashlash, ya'ni to'g'ri yondashuvni tanlash. Bu hukm emas-da, ya'ni bo'ldi, o'lding degani emas. Bu yondashuvni to'g'irlash, ya'ni qarashni to'g'irlash o'sha holatga-da. Demak, nima qilamiz? Birinchi xarajatlarni qisqartiramiz, daromadlarni oshish yo'llarini topamiz, muzlagan tovar bilan aktivlarni yo'qotish yo'liga tagiga tushamiz va tashqaridan yordamni variantini ko'ramiz. Sherik yoki investor olishni. Demak, bu yo'l, demak, o'tgan tadbirkorlar bor bu yerdan va u tadbirkorlar shu kungacha o'tgan yo'llarini tarixini yozib ketdi. Endi esa sizni vaqtingiz. Siz ham buni o'zingiz yozishingiz mumkin. Tarixga muhrlab qo'ying. Hech qachon qarz botqog'iga botmang. Albatta, bizni asosiy maqsadimiz sizni moliyaviy erkinligingizdir. Hech qachon qarz botqog'iga botmang. Yaxshilik ko'rishaylik.